Xo'p, Lobar mana bu 2 oylik natija, a? Yaralaringiz butunlay to'kilibdi, dog' qopdi 2 oy ichida. Dietani ham zo'r qilibsiz-da. Malades. Bundan tashqari, meni dorilarimga qo'shib him dorilar qabul qildingizmi? Yo'q. Ukol. Yo'q. Osma. Yo'q. Faqat bizniki, a? Siz dorilaringiz bilan yaxshi bo'ldim, Shahzoda opa. Mayli. Dietani ham yaxshi qilibsiz. Mana ketdi Shahzoda opa. Dog'laringiz ketdimi? Faqat mana bu nimasi qoldi-da, Mana qarang, siz mana shu dog'lar qoldi-ku sizda hozir, mana 2 oyda ketadi, xudo xolasa bular ham oldin gormon dorilar surgansiz-da, kremlar. Surganmisiz? Ha. Ana o'shalar yo qoraytirib yuboryapti, yo pesga o'xshab oqartirib yuboryapti, yaxshi bo'lgandan keyin. Sizni o'shani o'rnilari qoldi mana. Lekin umuman yara qolmagan mana. Dog'lari qolib ketdi. O'shaning uchun men aytamanki, gormon mas surtmaylar. Surtmaylar. Navoiyga dermatologga davolandim, 2 kurs davolandim, lecheniya yozib berdilar, o'sma ukollar, tabletkalar, maz yozib berdilar 2-3 xil. O'shalarni surtdim ham yaxshi bo'lmadim-da. Keyin sizni eshitib bu yoqqa keldim. Mana Xudoga shukr, 2-oy o'zim yaxshiman, ancha yaxshiman. Xo'p, mana Lobar. Oxirgi 2 oylikni beryapman. Shunda sizniki общий 4 oy bo'ladi. Agar dietalaringiz, asablaringiz zo'r bo'lsa, mana shu oxirgi lecheniya bo'lishi mumkin. U menga bog'liq emas. Sizga, asabingizga va dietingizga bog'liq. Shundingizda mana ketdi.